Sizlar uchun katta bolalarni, gentralarni tan narxini bosh to'lovi bilan, yer bilan bitta qilib chiqarib beraman. Birinchi navbatda shu mashinamizdan boshlasak. Mashinamiz yiliga keladigan 2023 bosib o'tgan masofasi 76 ming halol. Propan gazlariga o'rnatib qo'yganmiz. 5 yilga bunga bosh to'lovi $850 berasizlar, 3 yilga $520 bilan xarid qilib ketaverasizlar. Bir dona pasport bilan. Navbatdagi mashinam 2022 102 ming yurgan mashinamiz. Bosh to'lovi sizlar uchun atiga $1270, 5 yillik 3 yil xarid qilaman degan bo'lsangiz $950 bilan xarid qilib ketaverasizlar. 23 ming tan narxiga keladigan bo'lsa $13 ming qilib beraman. Qayta ko'rgansizlar $13 ming ga 23 Gentra qilib bergandim. 22 ming keladigan bo'lsa $12,600 ga olib ketaverasizlar. Naqd pulga oladiganlarga beraveramiz. Navbatdagi mashinaga keladigan bo'lsa 2021 Mazda ideal stasionarda so'raganlar uchun 136 ming yurgan mashinamizga bosh to'lovi 5 yil olaman deganlarga $1670 bilan, 3 yil olaman deganlarga $1400 bilan xarid qilib ketaverasizlar. Gentralarim juda ko'p. Navbatdagilar ko'rsatib o'taman. Hamma Gentrani tan narxini bosh to'lovini $3,5 qilib, tan narxini 15 ming, $15,5 qilyapti turgan bir vaqtda biz Akuka avtosalondagilar narxni nabarotga ishlayapmiz. Mashinamiz tan narxiga keladigan bo'lsa $13,500 ga olib ketasizlar. 23 71 ming yurgan Black Edition Amerikanka Optra 4 balon pul Malibu bar, Malibu rul. Xullas sanagani yetmayapti vaqt. Xullas mashinamizga bosh to'lovi $1250, 5 yilga $920 bilan olib ketaverasiz 3 yilga. Bonuslarga bayram arafasi sizlar uchun bo'lsin. Navbatdagi mashinamizga keladigan bo'lsak 60.500 yurgan tayyor bu ham Black Edition qilingan full navrut. Bunda nima bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa narsa bor. Bitta Malibu bar, Malibu rul yo'q. 13 pakalini metan gazlari bor. Mashinamizga atiga bosh to'lovi $1650, 5 yilga $1400 3 yilga berib xarid qilib ketaverasizlar. Tan narxiga keladigan bo'lsa $13,900 ga beraveramiz mashinamizni. Navbatdagi mashinamizga keladigan bo'lsa 2021 Mazda oppoq Gentra minaman deganlarga 99 ming yurgan 906 pul propan gazlarigacha uстановka qilingan. Mashinamizga bosh to'lovi atiga sizlar uchun $1870 bilan 5 yilga xarid qilasizlar. 3 yil olaman deydigan bo'lsanglar $1580 bilan olib ketaverasizlar. Tan narxiga keladigan bo'lsa $11,900 ga beraveramiz. Navbatdagi mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamiz yiliga keladigan bo'lsa 2023 Mazda 34500 yurgan Amerikanka Optra tayyor yumshoq balonlari bor. 4 ta yumshoq balon, chexol, poli 906 pultlarga o'rnatib qo'yganmiz. Mashinamizda tan narxi bosh to'lovlarga keladigan bo'lsa va shu sut ekan. Sizlar uchun mashinamizni $14,200 ga beraveramiz. Bosh to'lovga keladigan bo'lsa $2,050 bilan 5 yilga $1,700 bilan 3 yilga olib ketaverasizlar. Tayyor Zeus rangidan bo'lsa, kechpay shaharda bitta bo'lsam degan akalarga Zeus bezlikdan olib kelib qo'yganmiz. Tan narxiga keladigan bo'lsa $12,200 ga beraveramiz. Bosh to'lovi va shu sut ekan. $1,450 bilan 5 yilga xarid qilasizlar. $1,190 bilan 3 yilga xarid qilib ketaverasizlar. Iloji bo'lsa, benzinda yurgan bo'lsin, Mazda bo'lsin, rangichi Dark Moon Blue yurganimda bitta bo'ladigan akalarimizga ideal stasionarda Dark Moon Blue olib kelib qo'yganmiz. Yurgani 35 ming, tayyor benzinda yurgan. Mashinamiz standart keladigan bo'lsa $13,500 ga beraveramiz. Boshlang'ich to'lovi $1,350 bilan 5 yilga $1,000 bilan 3 yilga xarid qilib ketaverasizlar. Mashinalarni ko'ryapsizlar, hammasi bir-biridan ideal stasionarda, dokumentida umuman muammo yo'q. Hammasi o'zim nomimda turibdi. Kimga oylik to'lovlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qo'yinglar, bo'lmasam direktga yozinglar. 24 aloqaga chiqamiz. Pastda call center nomerlarini qo'yizaman. 24 aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Hamma mashinani abezlari, lyuklari bor, mikrofonlari bor. O'ta ideal stasionarda. Ayrim chaqirib chiqib, bir dona mashinani aksiyaga e'lon qilib, borgandan yo'q degan akalarimiz uchun mana 9 ta mashinani aksiyaga e'lon qildim. Sinib ketadigan joyi. Agar duxlaringiz yetsa, yana bitta atvet qilinglar. Bundan ham arzon qilib chiqarib beraman Gentralarni. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringiz avtosalonimizda kutib qolamiz.